Yaqında nurg'un bolalar shu qizlar top tüpeylidən, top tikimi şu Aqmaydan gaplar tüpeylidən jinoyatlar chetilib qamoqxonaga ketyotidi. İsmail Adukat Xotan shahri deydi o'g'irmakda. Hozir qamoqxonadan chiqdim. Hozir yana jiq uchrayotgan deydi olar, jinoyatlar deydi olsa, qaysinda deydi olar desa, qalayimqan gap qo'yishdan chiqayotgan deydi olar. Bu yer qalayimqan gap do'stlar bilan bo'lgan parangda, ya bo'lsa aroqchi bo'lgandan keyin, ya bo'lmasa xalqning gapiga gap qo'shib qo'ygan, ya bo'lmasa torlarda xalq kim bilan to'y qilib oldi, qaysi millat bilan nimalarni yeyotdi, qandoq kiyinib oldi, to'g'rimi? Mushlar qalayimqan kino yozayotganlar, bazı söz yozayotganlar, to'g'ri qalayimqan mazmun taqiyotganlar. Hammasi o'zana avarchilik bo'ladi. Shunlashqa singandan yeb, qalayimqan ish qaralashmay, qalayimqan gap qilmay jim yurgunimiz yaxshi. Eng oxirida jinoyatlar ilosi chetilib qolgandan keyin yig'lasaqmi, xap desakmi, o'rniga kelmasligi mumkin. Shunlashqa qonunga rioya qilaylik, qonun tuzumlarini o'rganaylik, o'zimizni ching boshqaraylik. Singandan yeb, yaxshi yurinish qilib, yaxshi xizmat qilib, yaxshi turmush o'tkazishning ishini qilaylik. 天天玩抖音快手，有人把自己送到了警察局。我不是在开玩笑，这是真实的案例。如果你家里有孩子，这个视频对你非常重要。这是一个大学生的故事，他在抖音快手上发表了不正当的言论，结果他老家的警察一个电话给他打过去，让他回到老家投案自首。我不会去介入这样的案件，但是我借这个案件告诉大家，抖音快手不是法外之地，不要以为你说什么警察看不到。一句话，好好学习，把加紧，不要给辛辛苦苦供你上大学的父母找事情。这里是北京上面迪利亚，我们下期见。Selam dostlar, ben Beyci Adukat Diliyar'ım. Sizlerle kucağıdan selam. Bu videoda sizlerle erkilden bir ciddi fütür. Bu fütür basımı, bu videolarımda köygendim kat. Özanlarını başka buyulanlar, ballarını başka buyulanlar. Yakında cıklamış şu videoda, doyun kayşoda qalayimqan sözler, takalış qilib, tirleshib qolgan ishlar bor. Bunday ishlar bo'lgan keyin jiqlar o'ziga kitib qoldim. Men aytmoqchi bo'lgandim, xalqlar doyinda kayşoda nima yeydi, nima ichidi, nima kiydi, sizlar bilan bir mo'chan ishi yo'q. Bularga aldirab do'yin qilmaysizlar. Aldirab fikringlarni bayon qilmaysizlar. Mening deydiganim, ash fikringlarni yo'qlar sevilib, kitobni yaxshi ko'rib, turmushinglarni yaxshi o'tkazinglar. Haqlarga do'yin qilib, o'zinglarga ish topmanglar. Men har qator sizlarga deyman, hammamizni xotirjam bo'lishni tilayman deyman, lekin o'zinglarni xotirjam qilmay narsalarni qilmanglar. Mana yozma gap qoldi. To'y to'kindan boshlab ketdi. Men bilmasizlarmi, to'y qatnashish uchun nurg'un to'plar qatnasizlar. Mayli qiz bolalar bo'linglar, o'g'il bola bo'linglar. Men sizlarga shu videoda ikki nuqta so'zlab beray. Birinchi nuqta to'pga kiramiz, qalayimqan gap qilmaymiz. To'pga kiramiz, qalayimqan gap qilmaymiz. Men 2024-yilning videosida sizlarga aniq tushundirgan. Qalayimqan gap qilsanglar qanday bo'lganini. Yana ikkinchi nuqta bo'lsa, men to'yni chiroyli o'ynaymiz, chiroyli tugitib olamiz. Undan birinchi vaqtida men to'pdan chekinamiz. Yaqında nurg'un bolalar shu qizlar top tüpeylidən, top tikimi şu Aqmaydan gaplar tüpeylidən jinoyatlar chetilib qamoqxonaga ketyotidi. Men sizlarga deydiganim, to'yni tugitib topdan chekinamiz.